Assalomu alaykum. Bugun soliq servis dokumental korxonasining mashinalar xizmati bo'limi yangi priborlar bilan ta'minlandi. Bizga ikkita dilerimiz tomonidan ofitsial instrument jamoasi va leka priborlari taklif qilindi. Bugun ikkinchi uchastkani o'ziga chiqib, shu kameral sharoitda, polivor sharoitda ikkita priborlarni ham o'lchab ko'rdik. Assalomu alaykum. Bizning instrument jamoasi ismi Bobur. Demak, bugun biz bularga eng oxirgi so'nggi modellarni taklif qilyapmiz. Slick S1 STI Genesis priyomniklari. Buni qulayligi nima? Ya'ni bunda lazer yordamida o'lchashingiz mumkin, ya'ni joyiga bormasdan, masofadan turib, bu ancha qulaylik beradi. Ya'ni tepada qattiq joylarda yurmaydi. Shunchaki pastdan turib, lazer yordamida o'lchashingiz mumkin. İkinci taklif qiladiganimiz bu Slam Scanner, ya'ni FPD Trion P1 modeli bu. Buning yordamida o'sha hududni 3D modelini qiladi. Buni qulaylik jihati bu ham tez bo'ladi, ham aniqroq bo'ladi. Ya'ni ancha to'shga qiladi va o'shani aniq karierda aniq modelini yaratadi. BNZ tashkilotidan Javlon. Biz O'zbekistondagi Leica G-Systems'ning rasmiy vakili hisoblanamiz. Biz soliq servis tashkiloti bilan hamkorlik qilganimiz albatta xursandmiz. Tashakkur bildiramiz ular uchun, bizdan xarid qilgan instrumentlar uchun. Bizdan xarid qilingan instrumentlar, ya'ni Genesis priyomniklari oxirgi modeli, ya'ni 18i. Buni qulaylik taraflari kamerasi o'zida jihozlangan. Bu kamera masofadan turib rasmlar orqali koordinatasini aniqlasa va dastur orqali oblak точка, ya'ni bulutli nuqtalarni qamrab olish imkoniyatini beradi va ko'rib turganingizdek robot takometrini bularga yetkazib berganmiz. Robot takometri qulaylik jihatdan ancha yaxshi va aniqligi 1 sekund 1000 bitta operator o'zi ishlab bemalol natijalarga erishsa bo'ladi. Shunaqa.